0.4 list qalinlikdagi listimiz mana sifrlar bilan bo'ladi. 1 kvadrat joyimizga 2 kvadrat list ketadi deganlar. Bu 0.4 ishlatganimizdan bexabar uyda egasi. Chunki eng qalinni ishlatadigan joyi ham bor. Buni yupqa. Bu 0.4 qalinlik listimizni qayerlarga ishlatamizlar? Mana shu joyimizga nech qator reyka ishlatdik. Shuni keyinlar birgalikda kuzatib boramiz. Xudo xolasa 7 qator reyka ishlatdik. Har bir shaxmat to'g'risiga ko'pchilik o'ylaydiki, kamroq reyka ishlatamiz deb o'ylaydi. Mana shu joyimizga mana shu 7 qator ipilus mana shu yerini ashpkalarga ham qo'yapmiz. Mana ipilus bu tomoniga ham yuramiz, hali shapka tomonlarga o'tamiz. Ko'pchilik o'ylab qoladi 0.4 listda eng qalinini qildirmoqchi bo'ladi. Yo'q, eng qalinni ishlatadigan joyi ham bor. Buni yupqasidan kam rasxod qilib, shundan ishlatadigan joylari ham bor o'zini. 0.4 da qilgizaman deb o'zingiz qiynashish shart emas bu ishlarda. 0.4 qilgizadigan joylarni ham ko'rsatamiz. Hozir birgalikda mana shu joylarda xudo xolasa qilyapmiz. Pastga tushamiz, hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz. Endi akalar mana shu fasonimizga 0.35 bemalol chidamli turaveradi, xudo xolasa 10 yilga, yo'q 10 yilga garantiya bera olmayman. Men o'zim shu sohada masalan 5 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, 10 yilga javob bera olmayman shu fasonga. Hop, mana shunday mana orqasida mana telefon sirlari ham ochilib ketdi bu yerda. 0.35. Mana bu 0.4 list qalinlikdagi listimiz mana sifrlar bilan bo'ladi. 0.4 qalinlikdagi listimizda. Bu 0.4 qalinlik listimizni qayerlarga ishlatamiz degan savollarga mana bu joyimizda biri katta, biri kichkina. Fasonimiz shunday fason. Bu katta fason, katta listimizga 0.4 list qalinlikdagini ishlatganmiz. Chunki bizga ish sifati muhim. Birinchi o'rinda buni 0.35 listda dogovor qilganmiz o'zi asli uy egasi bilan. Bu 0.4 ishlatganimizdan bexabar uy egasi. Chunki bizga birinchi o'rinda sifat. Mana endi ko'p savollar bo'lib qoladi. Nimaga 1 kvadrat joyimizga 2 kvadrat list ketadi degan savollarga. Mana bu joyimiz 1,5, mana bu joyimiz 1,5. Endi mana bu tomonda ham shunda 1,5 bo'lganda 6 sm ichkariga kirib ketyapti. Rabochiy joyi shu yer bo'ladi. Buni ustiga lenta, yana doppalari tushadi. Shuni hisobiga kvadratimiz ko'payib ketishi mumkin. Yana qanday savollar bo'lsa bemalol kanalimizga o'z izohlaringizni qoldirib ketishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.